Tugashdik. Neymiş bu? Zaten neymiş yüzmedi. Bu zat qandaq ish? Bu zat nima ish? O'ylagandek ochiq chiqdi. Endi qanday qilamiz? Mushundaq tezla oxirlashdimi? Ammo men taxi puxadan chiqmagan tursam. Acaba bu sinoqning birimidi? Bu faqat vazif uchun yasalgan narsamidi? Men hayron qilyapman. Bu o'yinni loyihalaguvchi bakla hayajonmi qandaq? Mushundaq yer jahonni vayron qiladigan narsani mendagi yangi yachiq tutqizgani qaramamdigan. Yaxshi, mardkan, men yoqtirdim. Ammo bu ishni cho'qim Lyushan qildi deb ching turib oldim. Usuldak, seni ahmoqlar mazifadagilar meni ahmoq qilish uchun avatdimi? Bir qilish bilan muzjilga arvoh yili palaktiki bulut cho'qsi qatorliqlardagi o'tganlarning hammani ichvatding-ku. Endi obdan bo'ldi salla emas. Boshqalarni o'tgandan o'tib oldi. Bunday avliyolar yig'ilishining nima hikmati bo'lsin? Ammo bayqa qilishni o'zinglar yasab chiqqan-ku. Axlingdan o'rgilay. Kallasidan ketgan saranglar o'ziga o'zi qiladigan bunday o'tganni tuzidi. Nima? Bu ayol qahramon suol chiqarib o'xshamamdi. Bu ayol qahramon emas, balki sarankan. Qoramig' yetmagandek adabsizlik qildi xaloyiq. Topdim. O'yliqnimdek chiqdi. Bu sultakning texi yetilmay turib bunday esa narsaga erishilishi butunlay mushuning bilan munosabat ekan-da. Ammo bu kalva buncha qimmatli narsaga erishishga kerak zada qancha numrag'andi. Ammo o'zimizning gapiga kelsak, bu tomg'i kimning qo'lida bo'lsa, shu mazhab egasi bo'ladi. Garchi hozirgi xo'jam texi o'lmagan bo'lsa-mu, buni bilan hech bo'lmaganda moliya huquqini bo'lsa qo'lga keltirgan bo'ladi, yoki bo'lmas azroq mablag'ni yo'tkab ishlatganmi bo'ladi. Ay, nega borsan qadrligim? Kelgusi necha yuz yildagi rohat turmushim senga bog'liq bo'lib qoldi. Og'a, mening bir narsam tushib qilib izlayotgan edim. Og'amning tepvog'iga rahmat. Bundan keyin endi yutirmayman, men qaytarib bersangiz. Seni yo'qotganing o'zing. Chunki sening bu qitimq imtihondagi beparvoliging bilan 4 mahkama cho'ng ziyon tortdi. Qo'yin qilishmi par bo'ldi. Nafaqa ziyon uchun sening kaynidagi 20 yillik maoshingni bermasammi ozliq qiladi. Endi meni istama. Meni o'zing majburlading. Navodi maoshimni bermasang, men tog'dan tushib oltin qo'ymayman. Bo'pti. Ko'nglingiz xohlagan bo'lsa, menmi ip qilmayman. Bu
O'lgir qeyri, xap to'xtab tur. Ammo hozirgi muhim vazifa barliq oqsoqollarni bir yerga yig'ib, bu yig'ilishning oxirini qandoq yig'ishtirish. Barliq oqsoqollar yulduz cho'qsiga yig'ilinglar. Şuna bu xotinni u ishga aralashtirmayli degan, uning kallasining suyi bor. O kalva. Bo'ldi, hammamiz o'zimizni besib olaylik. Hozir mas'uliyatni surishtiradigan chaq emas. Balki masalani qandoq bir taraf qilish haqida o'ylanadigan vaqt. Salim to'g'ri aytadi. Mazifamizga yangi a'zo qo'shilmag'ili uzun zamonlar bo'lgan. Mana endi biroqla 15 o'tibdi. Bu Meningcha bu yaxshi ish, odam ko'p qiziq bo'lmamdi. Singlim, hayojiningizni besib eling. Mazhab bu 15 odamning chiqimini ko'tarolmaydi. Garchi mazhabning boyligi cheksiz bo'lsa-mu, ammo isrof qilishga bo'lmaydi. Hey, 6-og'a, tishingizga tekkim yo'q. Erkinlik cho'qisining chiqimini kamaytirib yana. Bu nima deganingiz? Men qachon sizning chiqimingizni kamiltib o'tgan? Oldingi qitim qutub yulduz olmoqchi bo'lganda siz tasdiqlab bermadingiz-ku. Umumning puliga o'ziga zibiznat oladigan ish nima bu? Bo'ldi bas, bu degan maslahatxona shaxsiy parol qilishga bo'lmaydi. Ammo bu 15 odamning bizning qoidamiz bo'yicha imtihondan o'tgan rost. Navoda ularni qabul qilmaymiz desak, sertiklarning mazoq qilishiga uchraymiz. Otaman, sizningcha Amaliyotda buni hal qilishning usuli nihoyat oson. ha? O'zinglar tanlab ko'rgandan keyin layoqatliklarini ep qolsanglar bo'ladi. Demakchi bo'g'iningiz yana sinamdiq. Buningga qo'shilaman. Bo'ladi, shunday qilaylik. U 15 kishini boshlab kiranglar. Otaman bilan 5-oqsoqol hech kelmaydi-ku. 5-singlimni bo'pti deyli. Otaman zodi nega ketgandi? Ha? Yo'li. Ha, mana. Siz berib otaman zodi nega ekan? Qarab beqing. Ma'qul. To'xta. Hozirlik qaytib kelaman. Men keldim ustoz. Shuncha tezmi? Oy, choyni chekyapsiz-ku. Qerib qag'iningizga tanbasingiz bo'lg'idek. Otaman-chu. Doklad ustoz topolmadim. Amsi nega bordingiz? Bilmayman, siz menga demagan tursingiz. Bo'pti. Topolmagan bo'lsangiz, bo'ldi, izdiman. Yilqi tangri qutqa qarta cho'qim ko'nglingizni sanbog'u deyman. Darvaqa shukanda. Buna javobini hozirlab elamiz. Farmonga quloq solinglar. Darhol maydon kiringlar. Bularning zodi nima qilganadi? Bizni xuddi hayvonga o'xshash ko'rgazma qilmoqchimidi? Odamni beharam qilib. Hozir qayta sinash boshlanadi. Oldi bilan oddiylik qilib imtihonning tartibini tushuntirib qo'yamiz. Sizlar zalni cho'ridab mansizlar. Oqsoqollar sizlarning turqinlarni kuzatish orqali salohiyatlarning to'shadigan to'shmaydiganligini bekitadi. Oxirida hammanglar bir yerga yig'ilisizlar. Muvofiq deb qaralganinglar mazhabga qabul qilinsizlar. Qabul qilinadigan Odam soni faqatli 3. Ondaqda ko'pchilik hammanglar ratga tizlanglar. Har qaytanda bu van familiyalarga foydani asib bo'lmaydi. Men chiqay. Sizlar xislatli shamshar mazhabidagilar odamning mohiyatiga qaraytinglar. Bugun men o'zimning mohiyatini bir ko'rsatib qo'yay. Yomon emas. Bu odam jur'atlikkan, botirligi kishini qoyil qiladi. Uni ustiga bakli kelishgan-kan. Bo'ldi, keyingisi. Bu heliqi Leng'arning uyga kiraligan birdan bir bola shu'g'u, ha? Salohiyatga bo'ladi ekan. Garchi Leng'ar topilgan bo'lsa. Keyingisi. Bu odam Bu oq pishmoq bo'lib qolamda nima? keyingisi.
Keyingisi. Keyingisi. Keyingisi. Keyingisi. Keyingisi. Keyingisi. Keyingisi. Eng oxirgisi. Qani marhamat. Voh, bu bola haqiqatan boshqalardan farqlanib turdi ekan. Ammo uning bolasi ekanligini o'ylamabdi ekanman. Bu rivoyatlardagi bolasi rostla shumidi? Ammo sen yana nimaga saqlaymiz? Uni ep qilib, avrishga qilmamdoq. Uni yesak uzun umr ko'ramizmi? Uni tansingmikin deb qaldingmi qiziq gap-da bu. Bugungi sinoq mush yerda oxirlashdi. Ko'pchilik azroq aram beringlar. 20 pishimdan keyin bu ishga qilamiz. Rostla shumidi? Hargiz xato tunib qolmajimmi tadkis. Kelishgan yigitlar bek ko'pkan tanlash tez bo'ldi-da. İmtihanma axırlashib bo'lganda, meningcha cho'qim hiliq bola tanlandi. U aqlli bo'lgani bilan sat ekan, meningcha cho'qim shu tanlandi. Tamoq chiqamdi, chiqmamdi, qandoq degan gap bu? Ha, mana hozirla. Bo'ldi. Tövanda men qayta sinoqdan o'tganlarning natijasini e'lon qilaman. Birinchisi Juchin. İkinchisi Van Pao. Rahmat ocha. Ang oxirgisi bo'lsa Wang. Darvaqa Vahlo degan soltakmidi? Shundaq, u soltak pek yamankan. Uning amaliy kuchiga tang kelib bo'lmaydi ekan. Jong. Qandaqsiga? Biz tanlanmay qoldik-da. Shu emasmi? Shundaqla oxirlashdimi? Yo'qmidi? Shuni deyman. Van birodar. Mushundaqmi chaqchaq qilamdi? Bundaq oxirlasa bo'lmaydi. Shundaq yaxshi boshlangan o'yinni mushundaq rayimsiz bilan bir taraf qilgan bormi? Oxirgi tanlashda boshlovchining chetga chiqib qolgani qiziqishda. Nervusdan ketgan avliyolar sizlar tex bunga loyiq emas. Van birodar, qanday qilmoqchisiz? Albatta. Suv lashkarlarini yig'ib kelaman-da. Suv mahkamasining nomi bilan ularni bostirib tut-tuz qilib bitaman. Van birodar, o'zingizni bismillah. Shohay, mana buni qarshi turish deymiz. Esilib qolgan ochiqni o'ziga nihoyatda zo'r kuch to'plash orqali bostirmoqchiman. Mendek natijasi eng yaxshi odam qancha yomon kunga qolsa, shuncha nomim chiqadi. Xuddi butun oiladagilar qirg'in bo'lib, o'zim yolg'iz qolgandek bo'lib qoldim. Men cho'qim avliyolik yetib, eng chong avliyo bo'laman. Van birodar, uyg'oning. Ishlar o'ylagandek chiqmaydi ekan, Van birodar. Tavya yesida sizning oz bo'lmagan g'amxo'rligingizga erishdim. Ya'ni siz orqali muzjillig'idan o'tdim. Avliyolikqa ko'tarilish yig'ilishidagi hamma odam sizning gapingizni qiladi. Garchi men shahzoda bo'lsam-mu, ammo sizga aslo yetolmaydim. Hozirgi natija kishini afsuslantirdi. Bu yerdagi ishdan qo'l o'zsangiz, berib mangsulasida otboqar bo'lsangiz bo'ladi. Garchi men taxtga varislik qilolmasam-mu, lekin bunchalik ish qo'limdan keladi. Meni otboqar bo'lsan da'vatamsiz? Ma'qul. Ondaqda sizning heliqi nimangizga meni paqaymi? Bo'lmasa, sizning kelgusidagi xotiningizni beqib pasami bo'layveradi. Uni menga topshirib bersangiz, 100% xotirjam bo'lsangiz bo'ladi. Bu jihatda men sizdan usta. Heliqi, men Aqsaqalning havolasi bilan Wangda va Xayun Fanga gap yetkazgili keldim. Ishkinglarning sinoqdan o'tamasliklaringning sababi bo'lsa, Xayun Fan aliylari sizlarning xususiyatlari bo'lsa, 3-darajaning murakkab darajasiga tushadi ekan. Salohiyat bo'lsa, texmi loyiq kelar ekan. Boshqa jihatlardan texim eshib tushdi ekanlar. Ha? Undaqda nemishqim men tanlanmayman, ha? U uchidimi munavvar bo'lg'ashqimi yoki soniyatmidimi? Gapimni bo'lmaslari qandaq? Ustoz, deydigan gapning hammani unutib qoldim. Qag'inni o'zir paras qilib olarlar. Kechiring. Ish qilib sizlarning xususiyatlari bilan mazhabimizning xususiyati faqat mos kelmaydi ekan. Hozirgi mazhabimizning qonuniyati bo'yicha bo'lganda sizlarning aran 80% qobiliyatlarini joriy qildirg'ili bo'ladi ekan. Sizlarni shogird qilib bo'lmaydi ekan. Ammo bu sizlarga nisbatan isrofchilik. 3-darajaga tava deganlik avliyolikqa yetishishga ozlik qoldi deganlik. Ha? Mundaqlik qilib qo'yishlar cho'qim yetalaylar deganlik. Ammo
Men avliyalarning avliyalik yetish uchun cho'qim tovlanish kerakligini anglagan. Bundaq biroqli avliyalik ko'tarilgan ishmi mavjudmi? Aldın qatımqi axir zaman davridan keyin hech kim texi bundaq muvaffaqiyatli holda avliyalikka ko'tarilib baqmagan. Tavlanish jarayonida undaq yoki mundaq ishlarga uchraydi. Shunga eng yuqori darajaliklarning bundaq o'ngishli bo'lib baqmagan. Ammo bu yerda avliyalikka yetkazish uchun shogird qabul qiladigan tursak, allaburun avliyalikka yetib bo'lganlar albatta qabul qilinmaydi-da. Son ko'paytirish uchun bundaq qilmaymiz. Garchi sonimiz az bo'lsa-mu, ammo hammamizning g'oyasi bor. El ichida xislatlik shamsharda o'rin kam emas deydigan gap bor edi. Acaba bu ig'vo o'xshamamdi? Ammo xotirjam bo'lsizlar, sizlarning kelganlari bekor bo'lmaydi. Sizlarning mazhabdagilar ming xil sehr mazhabiga tavsiya qiladi. Ming xil sehr mazhabi? Sizga kelsak, mayli xususiyat jihatdan bo'lsin, mayli boshqa jihatdan bo'lsin mukammal ishkansiz. Yildiz xususiyatingiz bo'lsa, osmon yildizi ichidagi oz uchraydigan yildizkan. Bu yildizga rivoyatlardagi Chin Shuang, Dashing Buzurgvar qatorli kuchli avliyolar andan erishalaydi. Hozirgi avliyolarni qo'yib turayli. Eng qadimgi oxir zamon davridami bundaq ishnoyta oz ko'rilgan. Chin Shuang va Dashing Buzurgvar qatorliqlar dastlabda avliyolik yo'lini ochquchilar. Xatirlanishicha, Dashing Buzurgvar Qaraqurum teg'ida ming xil sehrni ishlatib 10 yildimi o'z badaniga yalni kirgizolmagan. Shunga biz sizga bu xil hodisa noyt oz ko'riladigan qimmatli narsa deb qaraymiz. Sizga xislatlik shamshar mazhabilar emas, hozirgi zamondagi boshqa barliq mazhablar ustoz bo'lishga aslo loyiq kelmaydi. Mana bu sizning tushib qolishingizga sabablarning birisi. Haras. Xoyun aqsaqal yana sizni xolis qilib qilib bizning atvorliq o'yinimiz bo'lsin bo'ladi deydi. Qanday xohlamsiz? Bundaq bo'lganda boshqa mazhablardan kuch jihatdan biz ustun turgan bo'ladi. Ma'qul. Kelishdik qamsa. Qimmatli buyum yashsin. Xislatlik shamshar mazhabi fiqir keldi. Ha? Qaytaman degan g'ovang birodar. Javobni budaq tez berib o'tmasangiz bo'ladi. Kelishgan yigit, men sizga bay chaqchaq qilib qo'ygan. So'rab baqsam, qimmatli buyumning yotoq tamoqiga ega bo'ladigansizlar, ha? Nima? Yotoq tamog'i? Yana maosh qancha? Shtat ichiga kirgizganmi yo'q? Yana yillik damaylish-chu. 5 xil sug'urtasini qanday qilasizlar? Nima degan bilan nominglar kichik emas, kepinglarda turinglar-jumi? To'g'ri, uning deganlari to'g'ri. Sen zodi qaysi taraf tursan, dun? Bo'ladi ekansan. Sening rostila qimmatli buyum bo'g'ing bor, shundaqmi? Bumi yaxshi bo'g'ini. Faqat qimmatli buyum bo'lsanglar, erlarni bo'za qilib ayollar zo'ravonlik qilsangmi, hech qancha ish hisoblanmaydi. Ammo gapimizga kelsak, seni mazhabda bekor yigizib, bekor g'iyot qiladigan ishda, birinchidan chiroyingning tayini yo'q, ikkinchidan yetilgan vaqtingning tayini yo'q. Qani, sendan so'rab baqay. Biz zodi nimishqa seni qimmatli buyum qatorida qabul qilgaymiz? Ha, ma'qul. Men tushundim. Mazhabga kirish pul to'laydigan ishkan qo'shu. Bu yetamdi. Bu Bahvosh bulut yarmiqi? Bu pul uning qo'lida nima qiladi? Ataman, yana bu sirtidagi o'g'lingizmi? Yana degan nima gap? Jo'yliman. Sen nimaga o'qtatsan? Men uni leorga so'q qilgan. Shundaq, Linger andan uning so'q qilgan. Yana o'tishda ufqonlikning mukofoti ekan. Ha? O'tishish? Men bilmayman. Ammo Lingerning bundaq darajasidan odamni yoqtirib qolgani nimasi? Ammo o'tishib yenguvog'ini heliqi Vangjong degan balg'o. Sarangmisan? Shunga kashkicha uninga qarab ketib ekansan-da. Aslida shuni to'g'ri qilib qolganmidan? Oldingizda xijilman. Ayni chaqda men uni butun diqqatim bilan kuzdiman deb, uning xususiyati deganlarga toza ko'ngil bilamabdiman. Kallangning dardi bormi sening? O'zingning mashig'ini qilaverib, choy bilan tuzni ayiramaydigan bo'lib qolgan holingga tek ko'zingni taqamaysan. Esit mening to'ygan yesida sana yordam qilaman deb shuncha qilganlarim. Yana texi menga qalpoq kiydirib, mening maoshimni tutding. Sening kallangning ishlaydiganligini hech kim bilmaydi. Gapni bunday chiroyli qilganing bilan bu yarmoqni o'zingning qilib olish o'yda ekanligini kim bilmaydi. Ag'a, meni unchalik tushunib ketmasangiz-chi, menga tahdid solaman dema. Gapni yutkayotamsan? Iliqi, men yulduzlarga qarab nurg'un ishlarni bilgan ekanman. Shunga ba'zi ishlarda xatolashim turganlik gap. Ish qilib hozir qaytib turaylik. Bo'lmasa boshqalar bizni bek saqlab ketadi. Nimishqa menga qarab so'zlamaysan? Moyiqtanga xislatlik shamshar mazhabining qurg'uvchisining biri bo'lgan Shoyin miras qolgan. U tangaga erishgan odam xislatlik shamshar mazhabidan qolgan narsasini talab qilsa bo'ladi. Ha? Rostla nima narsam bo'laveram-da?
Ondaqda menga xislatlik şemşer mazhabining atamalik o'rni lozim. O'zin bilmaydigan hayvon nim tanışatsan? Bu sen o'zingni besib ol. Sen reallikqa uyg'unroq talabda o'tirib qo'ysan qandoq? Atamanlik emas, oqsoqollik o'rnimi muqim bo'lmayotsa. Ems menga sizlarning tangdasiz qurolinglardan birini beringlar. Biz undaq narsani yasab chiqqandan keyin oldin sana beraylar. Ammo buningga oz degandimi 5000 yil ketarmikin? Bumi bo'lmasa sizlarda samimiyat degan narsa bormi yo'q? Kim samimiyatsizkan? Yana og'zingga kelganda deydigan bo'lsa, seni salaytani bekor qilaman. Shundoq bo'lgan ekan, men bu talabni sal to'valatay. Mening xislatlik şemşer mazhabining haqiqiy varisi bo'lg'imba. Haqiqiy varisning o'rni odatdagi shogirdlardan ko'p ustun turdi. Ya'ni oqsoqol o'zi varisi deb e'tirof qilgandan keyin ondan bekitiladi. Soni intayin cheklik. Sizlarchi hozir o'z shogirdlarimizga yetishib bo'lmayotsak, onunga nadi cho'q. Ağa, siz meni obdan tushunasiz. Mening shogird tarbiyalashga toza aybim yo'q. Shunga meni xijil qilmasangiz. Mening ahvolimni demasam bilasiz. Mening tarbiyalaydigan shogirdim bor. Men mazhabning moliya ishlari bilan bakla oldirash vaqtim yo'q. Mana shu. Qarg'anda hammalarning qiyinchiliklar bor ekan. Bundaq lozimi yo'q shogirdga. Hech kimning vaqti yo'q. Bundaq bo'lgan ekan. Eng muvofiq 5-sinf siz uni qabul qiling. Ma'qul. Hamma taqozolik bilan kutgan avliyolikqa ko'tarilish yig'ilishi nurg'un o'ngishsizliklar va xatoliklardan keyin oxir g'albilik oxirlashdi. Juchin, Wenbao, Wang Jun uchi shogirdlik qabul qilindi. Xayyim fan bo'lsa tavsiya xatini elib, ming sehr avliyosini izlab mangdi. Boshqa tanlanmay qolganlarmi orqa-orqadan boshqa kichik mazhablarga berib, o'z g'oyalarini ishga oshirmoqchi bo'ldi. Tanlangan uchi mazhab o'rinlashtirishi bo'yicha Shaofang cho'qqisiga makonlashdi. Ammo Wang Lo bo'lsa hech kimning kori bo'lmaydigan sargardan ishga o'xshash tashlanib qoldi.